Assalomu alaykum umajenish kuzatuvchilari, sizlar uchun yana bir video obzorimiz. Ushbu apparatimiz 5 talik non apparat bo'lib, hamyonbop deb ataganmiz. Xo'p, ikkita silindrli, 5 ta metkali, bitta qolip, bitta chekichi ichida. Narxi $700 bez kompressor holati akalar, ko'rishingiz mumkin. Ushbu apparatimiz nonchu uma, ikkita silindrli, bitta qolip, bitta chekichi ichida 500 grammgacha bosib beradi akalar. Buning narxi $500. Ushbu apparatimiz 1,5 kilogacha bosadigan, ikkita silindrli, bitta qolipi, bitta chekichi ichida bez kompressor holati $1000 akalar, ko'rishingiz mumkin. Yana bir ushbu 3 ta silindrli apparatimiz bosmasi, bitta qolipi, bitta chekichi ichida, narxi $1000, bez kompressor holati 6 ta metkali bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Bizda yana bir akalar hop zuval apparatimiz ham bor. Buning narxi $2000. Novvoychi akalarimiz qiynalmasligi uchun olib kelib qo'yganmiz. Mana bu yerda lentali non apparatimiz bor akalar. 2,5 kilogacha bosib beradi. Narxi bez kompressor holati $2000 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bitta qolip, bitta chekishini qo'shib beramiz. Dastlabki xizmatini kelishamiz akalar, manzilga qarab turib. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.